Laylahani biladi mani qizim, rosa zo'r qiz bu. Hozir ozgina qolgan yurib ketishiga. Kelganida belini ham tuta olmasdi, bo'ynini ham tuta olmasdi. Hozir bemalol o'zi o'tiradi. Laylahani etadi, qo'g'irchog'im Natashani etadi. Sevinchga gidrotsefaliya tashxisi qo'yilgan. Shuntirovniya qilingan ekan, ya'ni shunt qo'yilgan bolajonga. 2 yil oldin kelganda hech qanaqa reaksiyalar, bo'ynini tutishlar, belini tutishlar yo'q edi. Birinchi licheniyani 6-kunida o'tirishni boshlagan bola, bo'ynini ham tutib. Keyingi licheniyada o'sha gaplari chiqib, tushunchalari chiqib, emaklab ketgan bola. Hozir mana shu kurs licheniyada 4-5 qadam boshlayapti, faqat u ham xarakterini ko'rsatib, ya'ni Haris Mahmudovichda yuryapti hozir. Qolgan paytda o'zi bemalol ushab, turib, kravatlardan chiqib tusha oladi Sevinch. Polisi la ilaha illallohlarni, qo'g'irchog'im Natashalarni yodlab, bemalol gaplarga kirib, Xudo xolisa yana ozgina qoldi tengdoshlariga qo'shilib ketishiga. Tengdoshlariga qo'shilib, Xudo xolisa sog'lom bolalar qatoriga qo'shilib ketadi bu qiz. Qaysar 3 kundan beri menga videoga oldirmaydi. Kirishim bilan shunaqa qaysarlik qilib hech narsani qilib bermayapti. Bular shunaqa. ilaha illalloh Muhammadu Rasululloh la ilaha illalloh